Bu esa qizlar bolalarimiz uchun omega 3 hisoblanadi. Ya'ni baliq moyi. Qizlar xohlaganicha internet tarmoqlariga yozib, omega 3 haqida, baliq yog'i haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Buni tarkibi g'ichir-g'ichir vitamin. Qizlar judayam zo'r. Bolalar immunitet tizimini mustahkamlaydi. Sala-salga bolalar kasal bo'lmaydi. Miya faoliyatini yaxshilaydi. O'zlashtirishi rosa ham yaxshi bo'ladi bolalarni. Hozir baribir qolaversa buni tarkibida glitsilin bilan uyg'unlashgan. Glitsilin hammaga ma'lum asab tizimini yaxshilaydi. Hozir bolalarning ko'pi baqiroq, yig'loqi, qaysar bolalar bor. O'sha tabiat tufayli juda haligi telefonlar, televizorlar tufayli bolalarning miyasi juda ham charchagan. Shuning uchun bu vitamin tabiiy mahsulot, mana halol sertifikatga ega, oshiqcha bir haligi harom narsalar qo'shilmagan, hayvonlarning bir nimadirlar qo'shilmagan. Qizlar halol sertifikati bor. 90 ta kapsula bo'ladi idish ichida mana. Ham jelatinli mazza qilib bolalar qandaqqa chaynab yeyishadi. Juda ham zo'r ishlab chiqarilgan. Qolaversa buni ham o'sha skidkamda urib berdim. Asli bu 280 ming so'mlik narsa, katalogda 280 ming. Qizlar 350 mingdan ham sotgan qizlar bor, chunki 90 ta kapsula hisoblanadi. Ichida ko'p, 100 taga yaqin. Skidkamda urib berdim. Mazza qilib, o'sha mehribon onajon olib oldilar. O'sha omega 3 o'zi bolamga chirishim kerak edi deb. Qosh kipriklarni, sochlarning o'sishiga ham yordam beradi bolalarda. Organizmni bunaliga o'sha muhofaza qiladigan baliq moyi hisoblanadi. Rossiyskiy, mana Faberlic kompaniyasining qizlar. Yana qaytaraman, Rossiya juda ham dengizlarga boy mamlakat hisoblanadi. Baliqlarga boy.